Sharqiy Turkistonda saqchi soni rekord yaratdi. Türk yurti to'rining 20-iyul kunidagi sahifasida bildirishicha, Xitoyning Sharqiy Turkistondagi saqchi qabul qilishi 2016-yilgacha har yili 2500 bilan 11000 orasida bo'lib kelgan bo'lsa, 2016-yilga kelganda bu bir yil ichida qabul qilingan saqchi soni 32050 nafarga. 2017-yil 1-oydan 7-oygacha bo'lgan oraliqcha bo'lgan 6 oy ichida qabul qilingan saqchi 51019 nafarga yetgan. Kolumbiya Xalqaro universitet akademiklaridan biri bo'lgan Adrian Zanzirning bildirishicha, yaqinqi 2 yilda Sharqiy Turkistonda saqchi qabul qilish rekord yaratgan bo'lib, bu xildagi odatdan tashqari eshishining sababi bo'lsa, Tibetning Sharqiy Turkistonga yo'tkab kelingan zolim Chichengo bilan munosabatlik ekan. Yaqinqi mezgillarda Sharqiy Turkistondagi nazorat va besim hamda bu yerning saqchi davlatiga o'xshab qilish ahvollari dunyoda yangi rekord yaratgan. Xalqaro axborot va kishilik huquq organlari har kuni degudek bu haqda xabarlarni uzildirmay berib kelayotgan bo'lsa-mu, ammo hech bir davlat bu haqda Xitoyga qarshi jiddiy besim shakllantirish harakatlarida bo'lmagan. Sharqiy Turkistonda islomiy ismlarni o'zgartirish to'lqini yuqori pallaga chiqdi. Buningdan bir necha oy ilgari Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarga qaratilgan islomiy ismlarni cheklash tashviqoti va bu haqda tushirilgan uqtirishlar xalqaro axborotlarda keng o'rin olib, xalqaro jamiyatning alohida diqqatini tortgan edi. 7-oyning 21-kuni Xitoy tajovuzchilarining zuvoni bo'lgan Xinjiang gazetida Uyg'ur farzandlarining islomiy tus olgan ismlarini o'zgarish to'g'risidagi maxsus e'loni berilib, Xitoy doiralarining Sharqiy Turkistondagi islomiy ismlarni bir butun o'zgartirayotganligi va uni rasmiy shaklda qattiq ijro qilayotganligi. Shundaqla bu to'lqinning Sharqiy Turkistonning janubini asos qilgan holda barliq rayonlarda rasmiy avj oldirayotganligini yana bir qitim dallab berdi. Berilgan e'londagi mazmunlardan ma'lum bo'lishicha, musulmoncha ismlarni o'zgarish to'g'risida berilgan bu e'lon Sharqiy Turkistonning janubidagi Yakan va Yingsar qatorliq nahiyalaridagi ota-onalar tarafidan berilgan bo'lib, buningda Arafat Ablekim degan bolaning ismini Baxtiyor Ablekimga, Musima To'xti degan ismni Marhaba To'xtiga, Nur Islom Tunyaz degan ismni Fazilat Tursunga, Abu Bakr Qodir degan ismni Asqar Qodirga o'zgartganligi uqtirilgan. Xitoy tajovuzchilarining Sharqiy Turkistondagi rasmiy organ gazeti bo'lgan Xinjiang gazetida berilgan bu e'londagi o'zgartirilgan 6 nafar Uyg'ur farzandining ismlari bir necha oy ilgari ijtimoiy taratqularda keng tarqalgan cheklangan ismlar tizimligida o'rin olgan bo'lg'achqa, ota-onalarning bu ismlarni o'zgartirishga majburlanganligi ma'lum bo'lmoqda. Sharqiy Turkistonda azon, takbir, duo va tasbihlar o'zgartirib o'tildi. Xitoy tajovuzchilarining Sharqiy Turkistonda elib berayotgan chekdan oshgan besim siyosatlarning kundan kunga avj olishi natijasida yaqinqi oylarda aql qabul qilmagan darajada zulm va assimilyatsiya siyosatlarining amaliy ko'rinishlari maydonga chiqishga boshladi. 5-oy mezgillarida ijtimoiy aloqa vositalarida Xota viloyatining namozga aloqador 7 nuqta birlik keltirish plani nomli bir hujjat keng tarqalgan bo'lib, ayni vaqtda Xotandagi yoki Sharqiy Turkistonning boshqa joylarida ibodatlarning bu hujjatdagi belgilanmalar bo'yicha qilingan yoki qilinmaydiganligi aniq dalillanmagan bo'lsa-mu, lekin imomlarning juma namozidan ilgari jamoatlari qildigan vaz nasihatlarida jamoatni yurtning tinch amonligini, millatlarning inoq ijilligini saqlashga undash bilan birga Xitoy hokimiyati va kompartiyaga millatdorlik bildirishga chaqirish imomlarning so'zidagi qiliplashgan mazmunlar ekanligi bildirilgan edi. 7-oyning 25-kuni ijtimoiy aloqa vositalarida buningga aloqador 3 parcha rasm keng tarqalib, muhojiratdagi Uyg'urlarning qaytadan diqqatini tortdi. Hamda Sharqiy Turkistondagi masjidlarda azon, takbir va tasbihning Xitoy tajovuzchilari tomonidan burtash o'rlashtirilishi bo'yicha majburiy holda amaliy ijro qilinayotganligining yana bir isboti bo'lib o'tirg'i chiqdi. Uyg'urcha va Xitoycha 2 xil yoziqda yozilib, ramkaga ilinib, Xotandagi ma'lum bir masjid temiga esilgan azon, takbir, duo va tasbihlarning mazmuni mundaq: Biz vatanning farzandlari, biz vatanimizning farzandlari, vatanimiz ulug', vatanimiz ulug',
namoz vaqti keldi. Tilak tilash kelinglar. Vatanimizning inoq, muqim bo'lishini, vatanimizning gullab, ro'naq tepishini tilayli. Takbirning mazmuni. Biz vatanning farzandlari. Biz vatanning farzandlari. Vatanimiz ulug'. Vatanimiz ulug'. Namozga hozirlandik. Muvaffaqiyat tilayli. Vatanimizning inoq, muqim bo'lishini, vatanimizning gullab, ro'naq tepishini tilayli. Duoning mazmuni. Yurtimiz xotan tinch muqim bo'lg'ay. Hammamizga xotirjamlik, osoyishlik yor bo'lg'ay. Cho'nglarning teni sog'lom, ömür uzun bo'lg'ay. Farzandlarimiz xushal-xuram o'sib yetilgay. Inoqlik hamma oilaga yor bo'lg'ay. Tinchlik va baxt hammamizga yor bo'lg'ay. Tasbihning mazmuni. Davlatimiz Jungoga minnatdorlik bildiramiz. Rais Xi Jinpingga minnatdorlik bildiramiz. Sharqiy Turkistonda yon telefonni avtomatik tekshirish detali tarqatildi. Yaqinda Xitoy tajovuzchilari Sharqiy Turkistonning markaziy Urumchi shahridagi Uyg'urlar eng ko'p o'ltiraqlashgan Tangritog' rayonida Xitoy tajovuzchilari tomonidan e'lon qilib tarqatilgan bir uqtirishdan ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari Sharqiy Turkistonda yangicha bir yon telefon detalini yasab tarqatgan bo'lib, barliq aholilarning bu detalni telefoniga tushirib ishlatishi talab qilingan. Va aholi komitetlarning bu xizmatga alohida e'tibor bilan qarab, jiddiy siyosiy xizmatlar qatorida muomala qilishi uqtirilgan. Mazkur tor tozalag'uchi deb nom berilgan bu detal telefonni qashlangandan keyin telefondagi har qanday diniy va milliy tus olgan, xatarlik deb qaralgan mazmunga oid rasm, film, il-kitob va unsillarni avtomatik izlab topadi ekan. Uqtirishda tor tozalag'uchi deb nom berilgan bu detalni barliq yon telefon ishlatuvchilarining birda qo'llanishi talab qilinishi bilan birga, bu detal xatarlik deb ko'rsatib bergan har qanday mazmunlarni birdak telefondan yuvib o'tish keraklik. Agar yuvatmagan ahvolda qattiq bir taraf qilinganligi alohida eskartilgan. Shaharlik komitetining ushun tozalash xizmati ruhini izchillashtirish, unsinni tozalash xizmatini butun rayonni qoplash va odam tozalash, buyum tozalash, iddia tozalash xizmatini umumyuzlik qanot yaydirish, pokiz tozalashni boshqarish, tozalashni umumlashtirish uchun Urumchi shaharlik JX idorasi yonpun sistemasini tekshirilgan maxsus detal tor tozalag'uchini barliqqa keltirib, shahrimizdagi har millat xalqining yonpuniga qachlab o'zligidan tekshirishga sundi. Tor tozalag'uchiga oid uqtirish tuvandigicha. Aholi komiteti tavallikdagilarning tor tozalag'uchini qachlab ishlatishini nazorat qilib, mazkur uqtirishni aholi o'ltiraq rayoni, do'kon, oshxona, savdo saroy, telefon va kompyuter bozori, maktab, kishilar to'pi zich bo'lgan o'rinlarga chaplab, tashviqot qilib, keng xalq ommasining aktiv ishlatib, tekshirishiga da'vat qilish kerak. Shaharlik terrorlikqa qarshi unsini tekshirish rahbarlik ishxonasi va JX o'rinlari qachlab tekshirish ahvolini orqa tekshirlik orqali statistika qilib, qarorlik e'lon qiladi. Sharqiy Turkistonda masjid darvozasi va tomlaridagi oyatlar o'chirilishga boshladi. Xitoy tajovuzchilarining Sharqiy Turkistondagi assimilyatsiya va dinsizlashtirish siyosatini kundan kunga kuchaytirib elib berishiga ergishib, buningga munosabatlik chekdan oshgan zo'ravonlik qilmishlari, diniy va milliy puroqni yo'qotish uchun elib berayotgan qabih harakatlarimi mos qadamli kunsiri avj olmoqda. Yaqinda ijtimoiy aloqa vositalari tarqalgan Sharqiy Turkistonning janubidagi ba'zi masjidlarning suratlaridan ma'lum bo'lishicha, masjid darvozasining oldi tomlariga yozilgan oyat diniy mazmundagi iboralarning birdak o'chirib tashlanganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Suratlar ichida 2016-yilda tartilganligi bildirilgan Qog'iliq nahiya bozoridagi bir masjidning darvozasi usti va ikki tarafdagi tomlariga yozilgan Qur'on suralari va islom dini ahkomlariga oid mazmunlarning boshqa rangda bo'yab yoki qirib o'chirib o'tilganligi odamning alohida diqqatini tortadi. Sharqiy Turkistonda islom dinini bir butun yo'q qilishni maqsad qilgan Xitoy tajovuzchilari yaqinqi yillardan boshlab diqqatini diniy faoliyat o'rinlari va masjidlarga qaratgan bo'lib, bu o'rinlarga bo'lgan nazorat va boshqarishda kecha kunduz eng yuqori sezgurlik holatida elib bormoqda. Ba'zi o'rinlardagi masjidlarning chaqilmagan masjidlarning gumbaz va munarlari va uningdagi hilol oy belgilarining elib tashlanishi, islom diniga haqorat qilinadigan ba'zi iboralarni o'z ichiga olgan tashviqot va ogohlantirish yoki ba'zi suratlarning masjid tomlariga esilish,
musulmonlarning har kuni mast hovlisidagi Xitoy bayrog'ini chiqarishga tashkillanishi degandek ahvollar buning tipik misoli bo'lib hisoblanadi. Bursada Türk Dünyası Atı Spor tantarbiya faoliyati o'tkazildi. Türkiye'nin Bursa şəhərdəki Kilis nahiyesi Goji yaylarda 22 ve 23 iyul günləri ikinci qıtımlıq Türk Dünyası Atı Spor tantarbiya faoliyati o'tkazildi. Faaliyetke Kazak, Kırgız, Uygur, Özbek, Türkmen, Tatar ve Noğay qatarlıq barlıq qarindosh millatlar vakillari qatnashib, o'zlariga xos madaniyatlarini, yemek-içmek, kiyim-kechak ve shuningdek an'anaviy urf-odatlarini namoyon qilish orqali qarindosh turkiy millatlar orasidagi o'zaro tushunish va har xil aloqa munosabatlarning jonlanishi va kuchayishini ilgari surdi. Bu qitimqi faoliyatga Sharqiy Turkistonlik Uyg'urlarga vakolatan Sharqiy Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyatining o'rlashtirishi bilan 13 kishilik bir guruh taklif bilan qatnashdi. Ve maxsus ajratilgan Sharqiy Turkiston chedirida Uyg'urlarning an'anaviy madaniyati ve urf-odatlarini namoyon qildi ve faoliyat qatnashchilariga Sharqiy Turkistonning hozirgi ahvoli haqida ma'lumot berdi. Bu faoliyatga 23 davlatdan taklif qilingan mahirlar ve köplagan ummiy tashkilotlarning vakillari qatnashgan bo'lib, Bursa Madaniyat va sayohat idorasi raisi Aziz Albas muxbirlarga bergan bayonotida Osmanlı devletining eng muhim va asosiy shaharlaridan biri bo'lgan Bursada o'tkazilgan bu qitimqi ikkinchi navbatlik faoliyatning nihoyatda muhim bo'lgan utuqliq bir qadam bilan boshlanganligini, kelar yillardan boshlab texmi yaxshi elib berilganligiga to'lib toshgan ishonchining borligini bildirgan. Bu faoliyatga 23 davlatdan 215 nafar tanharakatchi, madaniyat va urf-odatni tunishtirish uchun 50 nafar vakil, 236 ummiy tashkilot mas'ullari bilan birlikda Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston, Mo'ng'uliston, Oltoy Jumhuriyati, Ozarbayjon, Qrim, Afg'oniston, Sharqiy Turkiston, Dog'iston, Tatariston, Qibris, Gruziya, Makedoniya, Bulg'ariston, Kosovo, Iroq Turkmenlari, Suriya, Bayir Buchaq, Ruminiya, Vengriya, Pokiston, Turkiya qatorliq davlat ve rayonlardan köplagan vakil ve tanharakatchilarmi qatnashdi. Xitoy Urumchida balnistik boshqarilgan bomba siniqi ilib bordi. Star Tour'ning 26 iyul kunidagi xabaridan ma'lum bo'lishicha, 23 iyul yakshanba kuni Hong Kongdan Ozarbayjonning poytaxti Bakuga qarab uchgan aeroplanning shoferi Himalaya tog'lari atrofida odamni hayron qoldiradigan va nihoyat oz uchraydigan bir ko'rinishni ko'rgan va rasmga tortgan. Tartiblangan bu rasm tadqiqotchilar tomonidan analiz qilingandan keyin buning Xitoy tajovuzchilarining xalqni yushurincha elib berilgan bir qitimliq balnistik boshqarilgan bomba siniq ekanligi. Buning Sharqiy Turkistonning Urumchi rayonidagi Xitoy doiralari tomonidan vaqtincha uchish cheklangan rayon qilib belgilangan 100 kilometrlik doirada elib berilganligi o'tirg'i chiqqan. Xitoy hozirgacha bu haqda hech qanday bir ma'lumot bermagan bo'lsa-mu, ammo bu ahvolni o'z ko'zi bilan ko'rguvchilarning deyishicha, odamning alohida diqqatini tortadigan bu manzara kun patqandan keyin necha yuz kilometrgacha doirada nihoyat uchiq ko'ringan. Xitoy Hindistonga og'ir tahdid soldi. Xitoy armiyasi Hindiston chegarasidagi jiddiyliklarni taxmi yuqori pallaga chiqardi. NTV Tour'ning 24 iyul kuni bergan xabardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy mudofaa ministrligi bayonotchisi Wu Qian muxbirlarga bergan bayonotida Hindistonga chegara buzg'unchiliklarni darhol to'xtatish to'g'risida ogohlantirish berganligini bildirgan. U so'zida bir tag'in titratish mumkin, ammo Xitoy ozodlik armiyasini titratish to'limi qiyin degan iboralarni qo'llanish bilan birga Xitoyning egilik huquqini qo'g'dash uchun harbiy kuchini barg'ansi kuchaytirganlik ve diqqatini Hindiston chegarasidagi texnika ve harbiy mashqlarni texmi kuchaytirishga qaratadiganligini, shunlashqa Hindistonning talay sinab baqmasligi ve real bo'lmagan xiyollarga aldanmasligi lozimligini ta'kidlagan. U yana Hindiston doiralariga elayotgan xato qadamidan darhol qaytish kerakligini bildirib, ikki davlat orasidagi chegara bexatarlikni qo'g'dash uchun ig'vogarchiliklarni darhol oxirlashtirish lozimligi haqida to'xtalgan. Xitoy doiralari o'tgan oyda Hindiston chegara bexatarlik kuchlarining chegarada parakandachilik silib,
Xitoyning Donglan rayonidagi yo'l qurilishini to'siqqa o'rnaganligini ilgari surgan. Hamda Xitoy tashqi ishlar ministrligi Hindiston askarlarini chegaradan orqaga qaytib ketish to'g'risida ko'p qitim ogohlantirgan edi. Ko'p qitim ogohlantirgan bo'lsa-mu, ammo Hindiston armiyasining bu xatoliklarni to'xtamay sodir qilayotganligini bildirgan edi. Xitoy va Hindiston orasidagi 3500 kilometrlik chegara liniyasining ko'p qism rayonida igilik huquq talash-tarishi to'xtamay davomlashib kelmoqda. Hatto ba'zida qurolliq to'qnashuvlarga sabab bo'lmoqda. Xitoyda 2 oy ichida 3918 tor sahifasi taqdim etildi. Xitoyda bu yilning 2 yarmidan boshlab qonunsuz deb e'lon qilingan 3918 internet tor sahifasi taqdim etildi. NTV torning bu haqda bergan ma'lumotiga qaraganda, Xitoy internet tor idorasi 4, 5 va 6 oylarida xalqaro bexatarlikka tahdid bo'lgan, oshqunlikqa tashviq qilgan va asossiz fitna ig'vo tarqitib, kishilar orasida sarisim paydo qilgan degandek bahonalar bilan 3918 tor sahifasini taqib etganligi bildirilgan. Xitoy internet tor idorasi mas'ullari bu 3918 tor sahifasi ishining 316sining mahkamaga o'tkazib berilganligini, bu yil ichida 810 ming kishining internet hisobotini to'xtatganligini ilgari surgan. YouTube, Facebook va Twitter qatorliqlardek xalqaro ijtimoiy uchur aloqa vositalarini ishlatishni qattiq chekilgan Xitoy, bularning o'rniga Sina, Youku, Undar qatorliq o'zlari ishlab chiqargan yerlik ijtimoiy uchur aloqa vositalarini ishlatishni yo'l qo'ygan. Xitoy urush aeroplani Amerika harbiy aeroplaniga tahdid soldi. Xitoy urush aeroplani Sharqiy Xitoy dengizida Amerika harbiy aeroplaniga to'sqinlik qildi. Yangi Shafaq to'rining 24-iyul kuni bildirishicha, Amerikalik ikki amaldor Xitoy havo armiyasiga tava bo'lgan bir kurashchi aeroplanning Amerika harbiy aeroplaniga intayin xatarlik bo'lgan bir holatda to'sqinlik qilganligini bildirgan. Sharqiy Xitoy dengizi atrofida yuz bergan bu ahvolning 23-iyul yakshanba kuni yuz berganligi bildirilgan bo'lib, Xitoy tarafdan bu voqea to'g'risida hozirgacha hech qanday sado chiqmagan. Axborotlarda keng tarqalgan bu voqeaning Amerika bilan Xitoy orasidagi jiddiylikni taxmi kuchaytirib o'tish ehtimoli borligi bildirilmoqda. Izlayotganligi bildirilgan. Xitoyning Suriya alohida vakili Anqarada so'z qildi. CNN to'rining 24-iyul kuni bergan xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Suriya alohida vakili Shishovshan Irondagi ziyoratini tugatgandan keyin Turkiyaga yetib kelib, Anqarada Turkiya tashqi ishlar ministrligi mas'ullari bilan Suriyaning hozirgi ahvoli to'g'risida muzokara olib borgan. Orqadan Xitoyning Anqara elchixonasida axborot e'lon qilish yig'ini uyushtirgan. U so'zida Anqarada tashqi ishlar ministrligi mas'ullari bilan Suriyaning hozirgi ahvoli to'g'risida muzokara olib borganligini, Turkiya bilan Xitoydan iborat ikki davlatning Suriya masalasini siyosiy yo'l bilan hal qilish xizmatini tuzitish masalasida o'xshash ko'z qarashga ega ekanligini va bu to'g'rida birlikda tirishchanlik ko'rsatishga qaror qilganligini bildirgan. U yana Xitoyning masalani siyosiy yo'l bilan hal qilishda ching turganligini, Bashar hokimiyatiga yoki Suriyadagi o'qituvchi kuchlarga hamda xalqaro jamoat fikriga tutgan maydonlarda hech qanday o'zgarish bo'lmaydiganligini, har qachon Suriyaning egilik huquqi va zamin butunligiga hurmat qilinishi kerakligini, Suriya masalasini hal qilishda bu yerdagi chet elliklar masalasining intayin muhim ekanligini, Ikkinchi dunyo urushidan keyin maydonga kelgan bu yerdagi musofirlar krizisining qandoq maydonga kelganligini, munosabatli taraflarning buni ko'zdan kechirib chiqishi kerakligini o'tirib qo'ygan. Shishovyan so'zida Amerikaning Suriyadagi Kurd qurolli kuchlari bilan birlikda Suriyaning shimolida elib borgan ish faoliyatlarining mavjudligi, hozirgi terror bilan munosabatli kurashlarda jiddiy masalalarning o'tirg'i chiqayotganligi, munosabatli taraflar xalqaro jamoatchilikning terrorga qarshi harakatga yetarlik e'tibor bermayotganligini, Xitoyning terrorga qarshi kurashda faqat bir o'lcham tutadiganligini va uni qo'llaydiganligini va ko'p o'lchamli muomalalarning bo'lmasligi lozimligini ta'kidlagan.